Assalomu alaykum. Hurmatli Taqvo Mebel kuzatuvchilari va bizni obuna bo'lmay kuzatayotganlar. Hop, biz Andijon mebel markaziga kelganmiz. Muhammadjon akamizni mebellarni obzor qilgani. Hop, endi ushbu go'rkamizni 4 milliondan xarid qilishingiz mumkin. Qolgan ma'lumotlarni usta bilan birgalikda olib boramiz. Video obzorimizni ko'ringlar oxirigacha. Assalomu alaykum. Usta Muhammadjon aka, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, yana biz narxlarni qo'ymoqchimiz. Hop, qaysi biridan boshlaymiz? Bunisidan Mana boshlaymiz. shunisidan Hop, boshlaymiz. gullari, hali razmerlari, Gullari atirgul deb fason deyiladi. atirgul fasoni. Troykalarimiz ichlari ham keng, boshqa-boshqalari vakuumlik. O'zi tortib oladi O'zi deganda, tortib vakuumli oladi. degan. Razmeri 3,5 metr, 3,40 ga ham tushaveradi. 340 ga ham tushaveradi. Hop. Bu eshiklarni ham ochib. Hop, bu asosiy material nimadan aka buni? Materiallari MDF laminat. NDF laminat. Rossiyskiy bo'ladi. Rossiyskiy bo'ladi. Rossiyadan keladi. Ichlari ham keng. Ha. Xohlasa idish tovoqlarni ham bemalol kelinchak singillarimiz qo'yib ishlatsa bo'laveradi ekan. Albatta. Bunisining narxi? Bunimizni narxi o'zi 5 million 200 ming edi. Aksiya qilib 4 million 800 ming so'mdan beramiz. 4 million 800 ming so'm. Iz bosgan ichida dastlabki bepul. Narxi 400 ming so'mdan o'tib beryapmiz. Taqvo Mebel uchun. Bo'lmasam keyingi ishimizga o'tamiz. Buni oxirgi narxini qancha dedingiz? Oxirgi narxi 4 million 800 ming so'm. 4 million 800 ming so'm aksiya narxida. Xo'p, keyingisi o'tamiz. Razmeri 3 metrga tushadi. Bo'yi 2,5 metr. Bunimiz go'rka. Ichlari keng, mana boshqa-boshqalari vakuumlik. O'zi tortib oladigandan. 80% yeri MDF dan ishlangan. 80% yeri MDF. Qolgan joylari ham deb ishlatilgan joyda. Ozgina laminat ishlangan kerakli joylariga. Bunimizning narxi 4 million 200 ming so'm. Taqvo Mebel uchun aksiya narxida 4 million so'm qilib beramiz. Agar biz bosgan ichida dastavkalarimiz bepul. Agar yana tushib berasizmi bu narxdan? Agar Taqvo Mebeldan chiqdim deydigan bo'lsa, misol Andijon viloyati emas, boshqa voha taraf bo'lishi mumkin. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston bo'lishi mumkin. Tushib beramiz. Xo'p, rahmat. Mana bu ishlarimizni ham ko'rdinglar. Bunisi 4 million 800 ming so'm ekan. Bunisi 4 million so'm. Xo'p, qaysinisi endi? Mana bunisi bor, karinchli. Bunga langlari ham sepilgan. Haftalanka. Xo'p. Bunisi bu shampan rangda. Shampan rangda, bunisi karinchli edi. Hop, qator ko'rib ko'rasizlar sifatini ham, boshqasini. Ishlarimiz sifatli. Bunisining narxi qancha aka? Bunimizni 4 million 300 ming so'm qilib beramiz. O'zi 4,5 million sotilyapti bu ishlarimiz. Xo'p. Eng oxirgi narxi 4,5 sotyapmiz. 4 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. Undan o'tib berarsiz. Bu ichlarni ham bitta ko'rib bering. Ben obunachilarimizga qilsa. Polkalari aynali qilib ishlangan ekan. Xo'p, osha-moshalari, bu uchkalari deydimi, nima deydi? Bunisi ham baquvvat ishlangan ekan. Xo'p, keyingi ishimizga o'tamiz. Bunisi troyka. Troyka. Troyka shohona fasonimiz. Uzoqroqdan ham olib ko'rsataman. Bo'ldi, ma'lumotlarni beraverasiz. Razmeri 330 eni, 3,5 3,40 gacha tushaveradi. Bo'yi 2,5 metr. Bunimizni ham narxi 4 million 800 ming so'm aksiya narxida. 4 million 800 ming so'm. Xo'p, bemalol aloqaga ko'rasizlar, nomerlarni yozib qoldiramiz ustakamizni. Xo'p, sandiq ham qo'yib qo'yibsa yangiliklar. Sandiqlarimiz ham bor, assortimentga bir xilda fason qilib qo'yganmiz. Bunisi ham oldidan ochiladi. Ko'rpalarda tushirib yurmasligi uchun qulayligi bor. Ham tepadan ochiladi. Tepasi ham ochiladi. Bunisi faqat tepadan ochiladi. Bunisini faqat narxi qancha aka bular? Bularimizni o'zi 900 ming so'm sotyapmiz. Taqvo Mebeldan chiqsa 850 ming so'mdan qilib beramiz. 850 ming so'm. Ikkovining ham narxi birmi yo? Narxi bir xil qilib beramiz. Narxi bir xil. Cheklanmagan miqdorda bor. Javonlari ham bor. Javoni ham bir xil narxi. Bularni 350 ming so'mdan qilib beramiz. Bola chaqalari debmi? Xo'p, bemalol aloqaga ko'rasizlar ekan. Endi bu yangi fasonimiz ham bor. Yangilik qilibdi usta Muhammadjon akamiz. Ko'rib ko'rasizlar. Hop, bunisining narxi qancha aka? Ma'lumotlarni berib. Bunimizni razmeri eni 3,40, 3,5 metrga tushadi. Bo'yi 2,5 metr. Bunimizni narxi o'zi 6,5 million so'm beryapmiz. Bunimizni
juda katta aksiya qilganmiz. 5.800.000 so'm qilib beramiz. Hop, ranglari ham neobычный qilib sepilgan ekan. Krashinniy bular. Krashinniy. Aha. Chiroyli qilib ishlangan ekan neobычный. Ichlarida pomkalari ham bor. Hop. Bu penal, shunaqami? Bunimiz penal. Bunisini ham narxini aytib o'tdik. Dastavkalar bormi? Dastavka izbosgan ichiga bepul, qolgan yerlarga kelishilgan holatda narx. Yo'q, demoqchiman, umumiy dastavka O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston bo'lib, Boshqa davlatlarga ham bor. qo'shni respublikalar. Hop, bu yoqda ishlar ham sizdanmi? Bu ham bizdan. Aha. Bunimiz ham gorka. 3 metrlik. Gorka. Bu 2,5 metr. Bu 2,5 metr. Ko'raverasiz. Buni narxi asha 4 million so'm. 4 million so'm. Fasonimiz boshqacha. Haligi oldida gullari yo'q ekan-da. Bu ham shohona fason. Fasoni boshqacha. 4 million so'm, ozmoz barakasi yo'q berasiz. Aha, sunnatiga deb qo'yishadi. Xudo xolasa. Mana bunisi ham bor. Fasoni bo'lakcha. Bu paslari aynali qilib ishlangan ekan. Bunisi aynaysiz, bunisi aynaylik. Har kimda didiga qarab. Hop, bunisini narxi qancha? Bunimizni 4.200.000 so'm qilib beramiz. 4.200.000 so'm. Ozmoz o'tib berarsiz? Buni ham taqvo mebeldan chiqsa 4 million so'm qilib beramiz. Xo'p, xudo xolasa mana ishlar bir qator obzorni qilib ko'rsatib o'tdik. Patinga qo'yadiganlarimiz ham. Patinga qo'yadigan ham bor ekan. Bunimiz o'zi 500.000 so'm. 450.000 so'mdan qilib beramiz. 450.000 so'm. Usta akamizga ham katta rahmat, ishlarni obzor qilib, qator tushuntirib, narx-navolar bilan aytib berdi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasiz, usta Muhammadjon akamiz yo'lda qilib beradi. Hop, bebozor kunlari ham Bebozor kunlari kelsa bo'laveradi, misol Andijondan bo'lsa. Albatta, telefonlashib. Hali bozorga borib, o'zi bilan ko'rishib gaplashay deydi, boshqa deydi. Albatta. Telefonlashib. Kelsa joyiz nechinchi do'kon bu? 28-chi 28-do'kon B blok. Usta, sizga ham katta rahmat. Charcham. Sog' salomat bo'ling.